Qozonda bitta ovqatni qilgunizcha men choynida 6 xil ovqatni pishirib tashladim. Choyni faqat choy damlash uchun kerak bo'ladi deydiganlar adashasizlar. Unda bemalol ovqat qilsanglar ham bo'ladi, hattoki gazni yoqmasdan turib. Birinchi choynagimizda mohora qilib ko'rdim, lekin bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Вообще idealni chiqdi. Даже qozonda qilsam bunaqa mazali bo'lmaydi. 6 xil ovqat qilgandim, lekin bugungi videomda faqat 2 xilini ko'rsatdim, mohora va noxat sho'rini. Qolgan 4tasi bundan ham bomba super bo'lgan, ishoninglar. Eng zo'rlari ertangi qismida. Davomini ko'rish uchun aktiv bo'linglar, profilimga obuna bo'linglar va like bosishni esdan chiqarmanglar. Tayyorlab ko'rgan ovqatim sizlarga yoqdimi? Agarda yana shunaqa ajoyib qiziqarli retseptlar, videolar ko'rish xohlasanglar, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar.